Asosida bandirlarni kiritishni ko'rishimiz, buning uchun purchase ilovasiga kirib olishimiz kerak bo'ladi va order tugmasini bossak, bizda Webex joyi bor va newni bosamiz va bandirni kiritamiz. Misol uchun ikkita kompaniya bor, raqami va unga tegishli kontaktlar kiritiladi. Har doim, misol uchun Malik manager bo'lishi mumkin va uni raqamini kiritamiz. Shunaqa xuddi shunday holatda bandirni biz kiritsak bo'ladi. Keyin kiritamiz. Uzbekistan va o'zbek tilida va B2B ishlanadi. Ular bilan shunaqa taglab qo'yamiz. Xohlasak bu yerda person qilib qo'yishimiz ham mumkin. Ya'ni biror bir kompaniya emas, biror odamni tutayotgan bo'ladi. Bunda bizda bandirlar ro'yxatimizda yangi qo'shgan bandirimiz paydo bo'ladi. Rahmat.